Bir tiyinga qimmat bo'lgan ko'ylaklarni sal sifatlirog'i. Narxlari 65 ming, 48 dan 50 gacha. Materiali ilonni terisidan shilvolov qilinganga o'xshaydi. Rasvetkalar har xil bo'ladi. Bular mana shu standart bo'ladi. Bular 85 mingdan. Hozircha o'zicha moda deb oldin baraqli belni qisadigan qilib qo'yib, oldi tugmali 85 ming qilib qo'ydik. Mana bular va yemagan ko'ylaklar ham hech kim olmayapti. Yo'qsa hali opa singil kiyadigan yo'q, ona bola kiyadigan ekan. Narxi 38 mingdan. Opa singil kiyaman deydiganlar uchun mana bulari bor. Birinchi o'zingiz bitta yuvasiz, adusha singlingizga tushadigan bo'ladi. Bularcha qimmatroq, materiali 45 minglar. Bular ham bor 45 mingdan. Bulardan bitta yuvsa, bular katta xotinlarga tushadi, katta qizlarga tushadi o'sha. Kichkina qizlarga tushmaydi. Razmerlar katta razmerda, narxi 45 ming so'm, prosto shtampa. Lyonlar bor, havo kirsa ham chiqmaydi, chiqsa ham kirmaydigan narsalar. Bular 55 mingdan, gruppada ham shu narx. Bular bor 33 mingdan. Siz yuvasiz, o'zi qizingizga olgan bo'lasiz, kichkina qizingizga tushadigan bo'lib qoladi, shtampa 33 mingdan. 35 mingdan bor. Ona bola kiyadigan shtamplarimiz yuvsa kichkina bo'lib qoladi. Old pastga baraq qo'yilgan, baraqni o'rnidan bo'lib qoladi. Bemalol Telegramda zakaz so'rasizlar, dastavkalar qilib beramiz. Qo'qon shahrida bozor.